Assalomu alaykum, O'zblog YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Kamina Quvonchbek. Bugun sizlarning e'tiboringizga Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbekda joylashgan 5 ta xonadondan 3 tasi qolgan xonadonlarimizdan birini ko'rsatib o'tamiz. Mana bu o'ng qo'limizda joylashgan xonadonimiz va mana shu ko'chaning boshida joylashgan xonadonimiz sotilgan va mana bu o'rtada joylashgan 3 ta xonadonimiz sotuvga tayyor bo'lib turibdi. Hozir sizlarga 100% bitkazilgan holatdagi xonadonimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana shu ko'cha sizlarga ajratilgan, bemalol avtomobillaringizni kirgizsangiz bo'ladi. Xonadonni o'ziga ham 2 ta avtomobil sig'dirsangiz bo'ladi. Xonadon 100% pishig'ishda qurilgan, podvol qismlari ham bor. Xonadonga kirib kelaverishda mana shunaqangi temir darvozamiz bor, ikki tomonga ochiladi va o'zingiz ham aynan shu joydan xonadonga tashrif buyurishingiz mumkin. Kech paytlari yorug' bo'lish uchun fanuslarimiz bor, gaz turbalari o'tkazib qo'yilgan, suv, svet hammasi mavjud. Aytib o'tganimizdek, Nazarbekning harakatida joylashgan xonadonimiz bo'ladi. Mana hozir mahalla qismidan hovliga ham tashrif buyurdik. Juda ham go'zal holatga keltirilgan, 100% ta'mirlangan holatdagi xonadonimiz bo'ladi. Demak, kirganimizdan so'ng chap qo'limizda bizda mana hovlida joylashgan hojatxonalarimizgacha qilib qo'yilgan. Bu hovlida joylashgan hojatxonamiz bo'ladi. Chap qo'limizdan podvolga tushishligimiz mumkin. Ikkita xonaning ostki tarafi podvol qilib qo'yilgan. To'g'rida esa mana shu 2 qavatli xonadonimiz joylashgan. Xonadon 100% pishgan g'ishtdan qilib qo'yilgan. Mahalla qismidan hovliga tashrif yurganimizda ko'rib turganingiz yerlari sirpanmaydigan kafel qilib qo'yilgan, maxsus kafellar va undan tashqari trapimiz ham bor. Ya'ni yomg'ir qor suvlari trap orqali kanalizatsiyaga chiqib ketishligi mumkin. O'ng qo'limizda yashil maydon uchun joylarimiz bor va kechki paytlari yorug' bo'lishligi uchun bir qancha fonuslar ham mana hovli tarafida ham qilib qo'yilgan. Va undan tashqari qo'shni xonadondan sizning xonadoningizga hech kim qaray olmaydi. To'sib qo'yilgan. Siz ham qo'shnining hovlisini, xonadonni ko'ra olmaysiz. Gaz turbalari o'tkazilgan, gaz cho'chiklarimiz o'rnatib qo'yilgan. Mana shunaqangi go'zal holatdagi xonadonimiz bo'ladi. Duh konteyner kotellar o'rnatilgan va mana shu podvolimizda joylashgan bo'ladi. Mana bu joydan podvolga tushishligimiz mumkin. Endi esa hovli maydonidan xonadonga tashrif buyuramiz. Yer sathidan mana shu finishning holatida menimcha 20 sm yuqoriga ko'tarib qo'yilgan. Ikki tomonga ochiladigan alyumin profilli eshiklarimiz o'rnatib qo'yilgan. Mana bismillahirrohmanirrohim. Bu bizani mana hozir hol qismimiz hisoblanadi. Demak, to'pli pol tizimlari o'tkazib qo'yilgan, 100% ta'mirlab qo'yilgan. Patologlar balandligi esa menimcha 330 larni tashkil qilsa kerak. Bu hozir kirib kelgan qismimiz hol hisoblanadi. Hovliga qaragan eshigimiz va derazamiz bor va aytib o'tganimizdek, yerda mana bu pol qismida to'pli pol tizimlari o'tkazib qo'yilgan. Xonalarga to'xtaladigan bo'lsak, kirganimizdan so'ng o'ng qo'limizda oshxonamiz joylashgan. Bu tarafimizda sinamiz, ikkinchi qavatga ko'tarishligimiz mumkin. Birinchi qavatda joylashgan hojatxonamiz, ya'ni sanuzul xonamiz bor. Bu to'g'rimizdagi xonamiz, bu zal hisoblanadi. To'g'ridan orqa hovliga o'tishligimiz mumkin. Bu tarafimizda esa kattalar yotoqxonasi joylashgan. Kattalar yotoqxonasining alohida o'zining dush holatiga keltirilgan sanuzul xonasi ham mavjud. Patologlar balangina olingan, televizorni esa mana bu joyda o'rnatishligimiz mumkin. Dush holatiga keltirib qo'yilgan. Mana shunday barcha smesitillar o'rnatib qo'yilgan. Bu hozir birinchi qavatda joylashgan bizani hozir kattalar yotoqxonasi edi. MDF eshiklarimiz o'rnatib qo'yilgan. To'g'rimizdagi xonamiz, bu ikki tomonga ochiladigan xonamiz, aytib o'tganimizdek, mehmonxonamiz hisoblanadi. Kengina, menimcha 3,5 larga 520 larni tashkil qiladigan kattakon zal qismimiz bor. Bu xonadonni mana orqa hovlichasi ham bor. Ya'ni 320-330 lar uzunasiga bo'lsa, eniga 120 larni tashkil qiladigan orqa hovlimiz bor. U mana shu xonani deraza oynasi vazifasini ham bajaradi, eshik vazifasini ham bajaradi. Ya'ni mana bu joyda havoni kirib turishligini ta'minlaydi. Konditsionerni esa bu joyda o'rnatishligimiz mumkin. Patologlarimiz 2 qavatdan iborat, o'rtada esa qandil o'rnatishligimiz mumkin bo'ladi. Mo'yshi aboylar qilib qo'yilgan, pollarimizni esa tarkib yotqizib qo'yilgan. Televizorni esa bu tarafga o'rnatishligimiz mumkin. Bu bizani hozir mehmonxonamiz edi. Demak, hol qismidan endi xonadonning oshxona qismiga ham tashrif buyuramiz. Mana shunaqangi oshxona qismimiz bor. Bu bizning oshxona qismimiz, hovliga qaragan derazalarimiz bor. Bu yerda ham to'pli pol
qilib qo'yilgan. Yerlarimizda esa kafet to'shab qo'yilgan. Patologlari balangina olingan va oshxona mebeli ham o'rnatib qo'yilgan. Gaz turbalari o'tkazib qo'yilgan. Rakunalarimiz bor. Bu yerda gazimiz joylashgan bo'ladi. Bu tarafimizda xoliydigan bo'lsak, xolodilnikni o'rnatib qo'ysak bo'ladi. Issiqqina bo'lib turibdi, teplый pol ishlab turibdi. Bu hozir birinchi qavatimiz edi. Endi esa MDF zinalar orqali ikkinchi qavatga ko'tarishligimiz mumkin. Mana shunaqangi bir qancha fonuslarimiz bor. Demak, ikkinchi qavatimizda bu yerda 4 ta yotoqxonamiz bor va bitta umumiy sanuzel xonamiz joylashgan bo'ladi. Ko'tarilganimizdan so'ng o'ng qo'limizda bitta xonamiz bor. Bu yotoqxona. Bu yerda ham yotoqxonamiz bor. Bu taraflarimizda ham yotoqxonalar. O'rtada esa umumiy sanuzel xonamiz joylashgan, kengina qilingan va teplый pol tizimlari o'tkazib qo'yilgan. Ko'tarilganimizdan so'ng o'ng qo'limizdagi birinchi xonamiz. Orqa oyna tuynuqlarimiz bor, havo aylanishini ta'minlaydi. Bu yuqori tarafida qo'yilganligining sababi qo'shnining xonadonligi ko'rinmasligi uchun shunaqa qilingan. Qoidasi bo'yicha aynan mana shunday bo'lishligi kerak. Bu yerda esa qandil o'rnatsak bo'ladi. Bunisi esa kattaroq bo'lgan kattalar yotoqxonasi. Patologiya e'tibor bering, bu mana bu spalniy mebel o'rnatadigan bo'lsangiz, yuqori qismi. Va bu yerda ham deraza tuynuqlarimiz bor. Radiatorlar orqali isitiladi. To'g'rimizda esa televizorni o'rnatsak bo'ladi. Bu esa yana bir yotoqxonamiz, bolalar yotoqxonasi o'rnida ham ishlatsak bo'ladi. Yotoqxonalar hammasi radiator orqali isitiladi. Bu esa keyingi yotoqxonamiz. Holda hovli tarafga qaragan bo'ladi. Xonadon sizga ma'qul kelgan bo'lsa, ekranda uy egalarining telefon raqamlarini yozib qoldirganmiz. To'g'ridan-to'g'ri xonadon egalariga bog'lanib, mana shu xonadonlardan birini sotib olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, Toshkent viloyati Zangata tumani Nazarbekda joylashgan. Aslida 5 ta xonadon qurilgan bo'lib, ularning ikkitasi sotilgan, hozir 3 tasi sotuvda bor. To'g'ridan-to'g'ri xonadon egalariga qo'ng'iroq qilib, mana shu xonadonlardan birini sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan Uzblog YouTube kanali va Kamina Quvonchbek bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.